Assalomu alaykum do'stlar. Biz Rossiyaning Samara shahrida turamiz. Bugungi чудесный kunimizni sizlar bilan bo'lishamiz. Qani ketdik. Birinchi o'rinda posudalarimni yuvib oldim, oshxonalarimni tozalab, pilisoslab oldim. Do'stlar, mana bu korobkani ko'ryapsizlarmi? Shu bechora korobkaga shu o'yinchoqlar bir kunda 100 marta chiqadi, 100 marta tushadi. Bu ishimni qilgunimcha hayolimda уже ikkinchi ishimni planini qilib oldim. Sizlarda ham shunaqami? Nima bilasizlarmi? Bugun nima qilamiz? Bugun sizlar bilan hammaga yoqadigan piyozli, piyozsiz andijoncha qallama qilamiz. Qani ketdik. Ilmiliq suvga ozgina tuzni qo'shib, drojni qo'shib, unda aralashtirdim-da, xamir qilib oldim. Ikki bo'lakka bo'lib, xamirimiz tinib turish uchun bir chekkaga olib qo'ydim. Bu paytda уже piyozni archib, maydalab turib, unga ko'katlar sepib, priprava, tuz solib turib, maslani ham jicha qo'yib turib, aralashtirib bir chekkaga olib qo'ydim. Xamirimizni yuvqa qilib yoyib oldim-da, uni qatiga ishqash uchun mol yog'iga jicha slivishni maslani aralashtirib eritib oldim-da, surkab oldim. Mana shu birinchi xamirimizdan 4 ta qallama chiqdi. 4 bo'lakka bo'lib, bir chekkaga olib qo'ydim. Bu paytda уже ikkinchi qallamamizni xamirini ham yoyib oldim. Tayyorlab qo'ygan qaylalarimizni solib, bu xamirimizdan ham 5 bo'lak qallamani kesib oldim. Hamma kesib olgan qallamalarimizni yoyishni boshladim. Bu paytda уже skоворodkani yoqib qo'ydim, qizib tursin deb. Yoqilgan skоворodkamizga ozgina maslani qo'yib, qallamalarimizni pishirishni boshladim. Ikkita skоворodka qo'yib oldim, tezroq pishsin deb. Qallamalarimizni u yog'ini, bu yog'ini aylantirib pishirib oldim-da. Do'stlar, qallamalarimiz pishdi. Kelinglar, hammaga yoqimli, ishtaha, juda ham mazali, juda ham to'yimli. Do'stlar, biz olayotgan videolar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, iltimos like bosinglar, podpiska qilinglar. Biz juda ham xursand bo'lamiz. Yana keyingi chiqayotgan videolarimizni kutinglar. Xayr do'stlar.